Assalomu sizlar bilan men Marko. Bugun ko'rib turganingizdek horror kartada Vigivania qilamiz. Qani bo'lsam let's go ketdik. Bizning maqsadimiz o'ldirishimiz kerak va biz o'zimiz baza quramiz. Faqat bu qismda, ikkinchi qismda. Sizlar esa videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Albatta kerak bo'ladi. Bu oson ish-ku. Siz oddiy bitta tugmani bosasiz, biz uchun bu bo'ladi. Telegram kanalim описаниеda bo'ladi bolalar. Keyin shovqin bo'layotgan bo'lsa uzr, men ko'chada edim. Video olishga sharoit bo'lmadi. Shuning uchun qoch. Qanaqa qilib kurpasdi. Oyoqlar qo'zg'atib keladi-yu. Bittariga bor. Shu. Tezroq Vigivania qilmasak o'ldirib ketar ekan bu. Tezroq harakat qilish kerak ekan. Shu atrofda u o'ldirib ketdi. Vallahi endi biz tosh kalashimiz kerak, tosh. Ketma. Biz bitta bunday shaxtalarga umuman tushmasligimiz kerak. Chunki o'zimiz bu shaxtada bo'ladi. 100%. Hop. Mana shu yerda qishloq bor ekan, bolalar. Oshqo'la bormi? Demak, qishloq bor hozir bitta. Yasalaylik. Ketdi. Verstadiro sindir. O'ldirib ketsa verstadiro ketib qoladi. Hop, ketdik tezroq Vigivaniamizni davom ettiramiz. Bu yerda qo'y bor ekan. Yotog'imiz tayyor mana bolalar. 3 ta qo'y bo'ldi. Yotoq tayyor. Bo'ldi, yotog'imiz tayyor. Hop. Endi what? Nima bu? Bo'ldi bolalar. Bu mahluqdan qochish uchun tepaga chiqishning foydasi yo'q ekan. Men bir marta qilib ko'rdim. Oldimga chiqib oldi baribir maraz. Biz endi toshga olishimiz kerak. What? 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 Qaraqli. Yo. La ko'rdinglar. O'ldirib ketdi. Yo. Qanaqa qilib bitdi? Oldimga tushdi. O'zi eshitilyapti. O'zi qoch. Gapiryapti. Va creeper. Senga nima bor bu yerda? Valla ko'rdinglarmi? Cho'chib ketdim. Qo'shiq eshitiladi. Endi tepaga chiqaman desam, tushib oyog'i durdimi meni? Yarmidan tepasida qolib ketdi. Meni oyog'i urdi. Shu kelmayapti. Orqa-to'rqa qarab yurish kerak ekan bu bilan. Biz endi toshlar saqlarni yasab olamiz. Bizga bitta kirka bilan bitta qapur yetadi. Boshqa narsa kerak emas. Yomon. Hop, endi alinaqasi. What? Qani? What? O'sha juda yaqin. Juda baland eshitadi. Qani? Hiç yaptı. Ana. Yapır yaptı. Yo. La.
Sindir. Bo'ldi. Yo'lda davom etamiz. Yo'ncha qo'rqinchli. Xitoycha gapiryaptim. Qani yo'q. Hop. Hop, endi biz qishloq topishimiz kerak, bolalar. Qishloq topib, shu qishloqda oldiga bitta baza qurib, shu qanaqa qilib o'ldirsak bo'ladi. Shu maxluqni, batiqni qanday qilib o'ldirsak bo'ladi? Izohlarda yozib qoldiring. To'xtanglar. Hop, men birinchi qismda nimalar qilishim kerak? Men birinchi qismda albatta qishloq topishim kerak. Ikkinchi qismda mahluqni o'ldiramiz. Hop, mayda mana ular turibdi. Mana shu atrofda qishloq bor, lekin yo'q. Qani? Kelmayaptimi? Bu tarafda menimcha bor. Hop, bolalar. Keyingi video qanday bo'lsin? Shu ikkinchi qism chiqaraman. Shu izohlarda yozib qoldiringlar. Hop, keyingi video qanday bo'lsin? Yo'q, ikkinchi qismi chiqqandan keyingi video qanday bo'lsin? Shuni izohlarda yozib qoldiringlar. Yo, Telegramga yozishinglar mumkin. Telegram kanalim aytganimdek opisaniyada bo'ladi. Hop, bolalar, Shoqim akamiz uzr, yana bir bor. Men ko'chada edim, uyda video olmadim. Bola, sizlardan iltimos, shu kanalni tezroq rivojlantirish uchun sizlarga yordaminglar kerak. Men tezroq 50 ta bo'lishim kerak. Oldin biladinglar, oldingi kanalim bang edi. Chopish oldi. Chopishdi. Oldingi kanalimni yangi ochdim. Xudo xolasa, bunda ham xuddi shunday natijaga erishamiz, inshaalloh. Eng qizig'i bu bola. Suvda ham juda tez suzar ekan. Bu men mimikriga o'xshab suvga tusholmaydi, suvga tushsam bitta o'ldirib ketdi. Hop, menimcha shu atrofda qishloq bor. Men ko'nglim sezyapti. Yo, biyaqqamas, qanot chiqaman men endi. Chiqadigan joyim yo'q. Shunaqasi. What? Qanaqa? Yo'q, qoch. Yo'q, qaradim. Yo'q. Vaydo. Çok korkunçlu bu. Ortadan düşüyor. Kanalım bu yanıma geliyor. Bolalar, sizlar bilan Marko bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Ikkinchi qismi albatta chiqadi, kutinglar. Yo bugun ertaga chiqadi. Hop, ikkinchi qismida aytganimdek baza o'zimizga bitta katta baza quramiz va halinaqa maxluqni o'ldiramiz shafqatsiz. Hop, sizlar bilan Marko ko'rishguncha xayr.